Shu xonadonimizni bir oy oldin 167 ming dollarga reklama qildik. Bugungi mavzumuz Qahramon postdan ichkariga kirganda Guliston masjiddan ko'chaning ichiga kiriladi, asosiy yo'ldan 100 metr kiriladi. Shu xonadonimiz sotilyapti. Umumiy hisobda 4 sotuv, 5 ta xona, hol plus oshxonasiga ega, uyimizning teg qismi podvol qilingan, mebel texnikalar kelishilgan holatda qoladi. Mahalla juda ham keng, suv, gaz, svetdan hech qanaqa muammo yo'q. Uyimizning video obzorini qilib beramiz. Videoning oxirida uyimizning narxini aytib o'tamiz. Uyimizga kiribga urish qism kirganingiz tepasi naves qilingan, bemalol mashina qo'ysanglar bo'ladi. O'ng tarafimiz zeleniy zona, tashqi sanuzel joylashgan. Tapchanli zona, mana shu tarafimiz uyimizning teg qismi podvol qilingan. To'ri 3 ga 9 metr uzunlikda. Uyimizga kiribga urish qism kirganingiz katta keng koridor, remontlar juda ham go'zal holatda, xonalar keng katta qilingan. Chap tarafimiz birinchi xona oshxona, katta hol qilingan, divanli zona. Bu yoq tarafimizda spanli, ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu ikkinchi spanlimiz. Bu yoqda uchinchi xonamizda zal, mehmonxona katta keng qilingan, umumiy sanuzel joylashgan. To'rimizda katta spanli, o'zining ichida keng sanuzeliga ega. Uyimizning narxi 144 dollar, yana kelishadigan joylar bor. Azizgina sunnatiga o'tib beriladi. Uyimizning narxini tushirib qo'ydik. Srochniy narxida ulgurib, uspet qilib olib qolinglar.